Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Facebook Ads Manager'dagi bitta muhim ko'pchilik bilmaydigan, bilsa ham ko'pchilik ishlatmaydigan funksiya haqida gaplashamiz. Buni nomi avtoqoida deyiladi. Xo'p, tushuntirish berib ketaman. Avtoqoida o'zi nima? Oddiy sodda tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Avtoqoida bu nima? Biz reklama kompaniyalarini yaratamiz. Reklama kompaniyalarini yaratganimizdan keyin ma'lum bitta budjet kiritamiz, to'g'rimi? Deylik 10, 20, 30, 40 dollar. Va bu kompaniyalarni biz doimiy nazorat qilib tura olmaymiz. Ya'ni qaysidir ma'noda 24 ga yetdi, biz qarab tura olmaymiz bu kompaniyalarımizga. Va shu biz qaramayotgan paytimiz biz qoida kiritib qo'ysak, ya'ni Facebookga aytib qo'ysak, mana shu payt mana shunaqa qilgan, mana shunaqa payt mana shunaqa qilgan deb aytib qo'ysak, shu Facebook bizni yo'ligimizda ham o'sha ishlarni qilib turadi. Bu ishlar nima desanglar, misol uchun lead narxi ko'tarilsa, kompaniyani o'chirib qo'y. Bu bizga nima foyda beradi desanglar, budjetda slif bo'lishini oldini oladi, ya'ni uvol bo'lishini deylik. Lead narxi tushib ketdi deylik, u payt biz qanaqa foydalanishimiz mumkin? Ko'proq lead jalb qilishimiz mumkin arzon narxda. Unda aytib qo'ysa bo'ladi. Facebook lead narxi pasaysa, budjetimni ma'lum pulga oshirib qo'y deyishimiz mumkin. Xo'p, tushunarli bo'lishi uchun shunaqa tushuntirib berdim. Endi u qoidani qanaqa ishga tushiramiz desanglar, kabinetimizga kirib olamiz. Ads Manager'dagi kabinet. Bu yerda biz xohlasak butun kabinet uchun ta'sir qiladigan qoida, ya'ni aytishimiz mumkin, butun kabinetda barcha reklama kompaniyalarida shu hodisa bo'lsa, shunaqa ishlagin deb qo'yishimiz mumkin. Yo'qsa ba'zi bir kompaniyalar uchun kiritishimiz mumkin. Deylik, men aynan mana shu kompaniyam uchun qoida kiritmoqchiman. Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi mana shuni men belgiladim. Bo'lish knopkasini bosaman, создать новые правилani bossam, пользовательские правила degan narsa chiqadi. Keyin dalil knopkasini bosamiz. Bizda mana shunaqa o'yinda paydo bo'ladi. Endi название правила degan joyi bor. Bu yerga yozaman. Misol uchun men leadim $1 dan oshib ketsa o'chirib qo'y demoqchiman. $1 dan off qo'yamiz. Ya'ni o'zimiz uchun bu nom, oddiy bu nom. $1 off. Xo'p. Endi aytayotdiki, применить правило K deyapti. Shu kompaniyaga, shu kompaniyani ichidagi barcha guruhlarga va e'lonlarga yoki deb aytganimdek, hozir o'zida barcha aktivni kompaniyalarga, barcha aktivni guruh va e'lonlarga kiritsak bo'ladi. Xo'p, endi biz aytishimiz mumkin, bu bizning qoidamiz qanaqa? O'chirib qo'ydik. O'chirishni tanladik. Endi bizning usloviyamiz, ya'ni shu kiritmoqchi bo'lgan, Facebookga aytmoqchi bo'lgan gapimiz qanaqa? Agarda natija narxi dan yuqori bo'lsa, mana $1 dan yuqori bo'lsa, reklamani o'chirib qo'y dedik. Endi yana bitta qoidaning ichida, ya'ni bitta buyruq ichida sizlar bir qancha buyruqlar berib ketsangiz bo'ladi. Deylik, hop, men bitta hozir natija narxiga bog'lagan bo'lsam, endi sizlar aytishingiz mumkin, agarda chastota 2 dan oshsa, o'chirib qo'y. Agarda расход, kunlik расходи $100 dan oshsa, o'chirib qo'y degan narsalarni kiritsanglar bo'ladi. Xo'p, undan keyin diapazon времени. Bu degani qancha vaqt oralig'idagi natijalarga qarab ishlaydi deyapti. Xo'p, shunda biz o'rtacha 3 kunlik qilib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni 3 kun ichidagi, oxirgi 3 kun ichidagi natija narxlaridan kelib chiqib, kompaniyamizga shu bizga berayotgan buyruqni tatbiq qiladi. Xo'p, grafika ishlash vaqti, ya'ni har 30-60 minutda tekshiraymi natija narxini, har bir kunda bir marta tekshiraymi yoki-da o'zim belgilab beramanmi? Ya'ni men bu kuni men vaqtda tekshir, bu kuni bu vaqtda tekshirgin deb. Keyin bizga уведомление boradigan qilib qo'ysa bo'ladi, bo'ldi. Keyin undan tashqari qaranglar. Men narx berdim, to есть nom berdim, narxlab. Keyin men bitta hozir o'zim belgilagan kompaniya uchun ishlashini buyuryapman va bu yerda meni buyrug'im o'chsin. Nimam? Meni buyrug'im agar natija narxi $1 dan oshadigan bo'lsa va chastota 2 dan yuqorilgan bo'lsa va xarajatlar $100 dan oshadigan bo'lsa
va oxirgi 3 kun hisobida shunaqa hodisalar bo'ladigan bo'lsa va har 30-60 minutda tekshirib turadi, oshib ketmayaptimi deb. Shunda mana shu reklama kompaniyam o'chadi. Hop, sazaych knopkasini bosamiz, sazaych bo'ldi. Endi bu men kiritgan qoida, ya'ni buyruq, Facebookka buyrug'im ishlashni boshlaydi. Endi men misol uchun hozir kompyuterimni o'chirib, o'zimni boshqa ishlarimni qiladigan bo'lsam, agarda mana bu natija narxi $1 dan oshsa, bizani chastotamiz 2 dan oshsa, oxirgi 3 kunlikda yokida kunlik rasxodimiz $100 dan oshadigan bo'lsa, bizani reklama kompaniyamiz o'chadi. Bu nimaga yordam beradi? Bizani byudjetimizni qaysidir ma'noda himoyalaydi. Endi men hozirgi kiritgan qoidamni olib tashlamoqchiman. Menga kerak emas hozircha. Ma'lum vaqt ishlagandan keyin endi biz все instrumentga kirib turib, avtomatik правилlarga bosamiz va menda hozir paydo bo'ladi. Men oldim va hozir yaratgan qoidalarim turadi bu yerda. Hozir ochilib oladi. Xo'p, mana men hozir endi bu kabinetda bitta o'chirib tashlaganman. Agar men vaqtincha o'chirmoqchi bo'lsam, mana buni bosib qo'ysam bo'ldi. Bu o'chadi. Ya'ni men kiritgan hozirgi buyruq o'chdi. Keyinchalik yana yoqsam bo'ladi buni. Va mana men bu yerda boshqa kompaniyalarga ham buni kiritsam bo'ladi. Ya'ni bu qoidani yana boshqa kompaniyalar uchun ham ishlatsam bo'ladi. Yokida men umumiy redaksировать, ya'ni o'zgartirmoqchi bo'lsam qoidalarni, mana shu yerdan yana qayta ishlashim mumkin. Agar o'chirib tashlamoqchi bo'lsam, удалить правила qilsam, bu o'chib ketadi to'liq. Va shunaqa bizada natija paydo bo'ladi. Agar sizlarga tushunarsizroq yoki qattiqroq tushunmagan bo'lsangiz, Telegram kanalimga o'tib olinglar, bemalol kommentariyada yozinglar, men javob berishga harakat qilaman va ishlatib ko'ringlar buni. Juda ham effektivniy narsa. Agar sizlarda natija narxlari oshib ketadigan bo'lsa, uni budjet mablag'larini sarfini tejab qolmoqchi bo'lsanglar, shunda yaxshi instrument hisoblanadi. Xo'p, yana savollar bo'lsa aytganimdek bemalol yozsanglar bo'ladi. YouTube'ga yoki Telegram kanalimga o'tib, hammasiga xudo xolasa javob berib o'taman. Hammalarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha